Masala shundayki, avvalambor Allohga tavakkal qildik hammamizdan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ve salatu ve selam ala Resulillah. Allahumma varhamna bil Kur'anil azim. Allahumma ja'alna Kur'anan lana fi dunya qalilan lana fil qabri munasan ve fil kıyamati şefi'an ala siratan nuran ve fil cennati rafiqan. Ve minen nar sitran ve hijaban ila'l hayrati kullahu dalilan. Parvardigara, mana şu hayırlı işlerimizi avvela Allah Teala o'zimizning ishimizga va rivoj bersin, yigitlarga quvvat bersin. Parvardigorim, shu avvela mana shu o'tganlarimiz, eng avvalo o'tganlarimizni yo'qlayib, mana shu piri ustozlarimiz bor, mana shu mahallalarimizdan xususan o'tgan birodarlarimiz, olim ulamolarimiz, avvalo mana shu payg'ambarlar Muhammad alayhissalomga duo bo'lsin. Parvardigorim, mana shu xayrli ishlarimizga Alloh rivoj bersin. Mana shu yerdan bir yaxshi insonlar o'tadigan ko'prik qilmoqchimiz. Shuning uchun sizlar chaqirib bergan, chaqirgan maqsad o'zimiz iloji boricha qurishni boshlaymiz. Bo'lmasa, hop, ehson qiladigan insonlar ham bor. Birov ikki oy kelib qoladi. Bu yerda mana shu yerda insonlar juda qiynalyapti. Vaqtiga chekilyapti. Ko'p bo'lyapti. Mana shularni oldini olishga biz mana shu dakni taqib olyapmiz. Mana hoji bo'lyapti. Bosh bo'lib turasiz mana shu yerda. Ha, amin. Hoji bo'lsa duo qilib, bitta duo qilib gapni. Mana shu bizlar xayr ishlarimizga. Ayting, xayrli ishlarimizga. Ayting. Mana shu yerda yaxshi ish bo'lyapti, duo qilib. Parvardigorim, mana shu bizlarni mana shu yaxshi niyat bilan boshlagan ishlarimizga taqdirlarni Alloh baraka bersin. Avvalambor mana shu yigitlarga quvvat bersin. Parvardigorim o'zi qo'llab-quvvatlasin. Mana shu yerda oxiratim obod bo'lsin degan odamlar mana shu yerga ihson qilaversin, birodarlar. Mana shu yerda bitib qolsa, hammamizga ham yaxshi. Yer obod bo'lsa, insonlarning qalbi obod bo'ladi. Oxiratimiz obod bo'ladi. Allohim oxiratimizda o'zining nurini to'ksin. Allohim go'rlarimizda Allohim erta o'lganimizdan keyin nurlarga to'lsin. Parvardigorim. Kimlar bor? Ota-bobomizdan ham davr o'tib ketdi-ku. Necha insonlar o'tib ketdi. Birodarlar qani uni? Endi bizlarda ham necha kunlik bo'ldi hoji bu. Mana shu yerda yaxshi niyat bilan bir ish qilaylik. Bu ham xuddi masjidday, yo'lday bir nima deydi? Asfalt yo'lda qilganday, mana bu ham bitta turi buni. Allohning yo'lida ish boshlayapmiz, hoji bu duo qiling endi oxiriga. Alloh amin. Mana shu qilingan ishlar, xayrli ishlarimiz Alloh bizlarga qabul qilgan. Mana shu qiladigan ishlarimizni hammamiz bir jon bir tan bo'lib, mana shu ko'prikka hamma qo'ldan kelgancha ihsonlar qilsin. Amin. Kimda nima niyatlari bo'lsa, shu niyatlari shu amalga oshsin. Hamisha bir jon bir tan mana ishda yaxshi kunlarni yaxshi kunlarimizga yaratsin. Amin. Hammaning mana shu ishga tavfiq qilsin. Allohu akbar. Mana og'aylar. Ha, kelingizni bu yerga